2026-yil Tarozi burji vakillari uchun sinov emas. Bu yil sizdan bitta savol so'raladi. Siz o'zingizni tanlaysizmi yoki yana boshqalarnimi? Agar doim muvozanatni boshqalardan izlab charchagan bo'lsangiz, 2026-yil siz uchundir. Chunki bu yil muvozanat ichingizdan boshlanadi. 2026-yilda hayot sizni qulay bo'lishdan ozod qiladi. Savol bitta: bunga tayyormisiz? 2026 tarozilar uchun moslashish yili emas, bu o'zing bo'lish yilidir. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Tarozi burji vakillari uchun eng to'liq va batafsil 2026-yilning munajjimlar bashoratiga xush kelibsiz. Ushbu videoda sevgi, munosabatlar, oila, sog'lik, moliya, biznes, o'qish, ish, do'stlik va ruhiy energiya bo'yicha 2026-yilda Tarozi burji vakillarini nimalar kutayotganini yulduzlar tahlili asosida bilib olasiz. Videoni oxirigacha tomosha qiling. Eng muhim oylar, omadli kunlar va ogohlantirishlar aynan oxirida aytib beriladi. Azizlar, bir narsani har doim yodda tuting. Bashoratlar bu taqdir emas. Ular sizga faqatgina ruhiy yo'l yo'riq, ogohlantirish va ilhom manbaidir. Oxirgi qaror va tanlov esa har doim sizning qo'lingizda bo'ladi. Biz uchun esa eng yuksak ishonch Alloh taoloning taqdiri va qismatidadir. Shuni doim eslab qoling. Yulduzlar nima desa desin, agar siz ota-onaning rizosini olib, halol mehnat bilan rizq ortidan yursangiz va duo bilan yashasangiz, Alloh siz uchun hatto tasavvur ham qilmagan eshiklarni ochadi. Aziz do'stlar, sizning qo'llab-quvvatlashingiz biz uchun juda muhim. Shuning uchun videoga like bosing va albatta izohlarda o'z burjingizni yozib qoldiring. Agar siz boshqa burjlarning 2026-yil bashoratlarini ham bilmoqchi bo'lsangiz, kanalga obuna bo'ling. Keling, endi 2026-yilning yulduzlar sirlariga birgalikda nazar tashlaymiz. Tarozi burji vakillari uchun 2026-yil munajjimlar bashorati. Tarozi burji vakillari, 2026-yil sizni tinchgina bir joyda qolishga qo'ymaydi. Lekin bu yomon emas. Aksincha, hayot sizni oldinga undaydi. Bu yilda Saturn sizni muhim tanlovga olib keladi. Siz boshqalarga qulay bo'lish uchun o'zingizdan voz kechishda davom etasizmi? Yoki nihoyat o'z ehtiyojlaringizni birinchi o'ringa qo'yasizmi? Yupiter esa sizni yolg'iz qoldirmaydi. U yangi tanishuvlar, foydali hamkorliklar, ilhom va e'tibor olib keladi. Venera sizning boshqaruvchi sayyorangiz. 2026-yilda muhabbatni oddiy his emas, balki hayotning muhim va chiroyli qismiga aylantiradi. Eng muhimi, haqiqiy uyg'unlikni shunchaki odat bilan adashtirib yubormang. Tarozi burji vakillari uchun 2026-yilning yanvar-mart oyi bashorati. Yil boshi siz uchun uyg'onish davri bo'ladi. Go'yo uzoq uyqudan keyin ko'z ochgandek his qilasiz. Fikringizda yangi g'oyalar paydo bo'ladi. Hayotingizni yangilash istagi kuchayadi. Tashqi ko'rinish, ish va munosabatlarda. Bu davrda faol bo'ling, lekin kuchingizni ham behuda sarflamang. Mars sizga energiya beradi, lekin shoshqaloqlik ham keltirishi mumkin. Shu sababli har bir qadamni o'ylab tashlang. Bu oylar ijodiy ishlar, ko'chish, yangi tanishuvlar uchun juda qulaydir. Moliyada sekin-asta o'sish bo'ladi, agar tashabbus ko'rsatishdan qo'rqmasangiz. Muhabbatda esa kutilmagan yaqinlik paydo bo'lishi mumkin. Oddiy tanish inson birdan hayotingizdan muhim o'rin egallaydi. Tarozi burji vakillari uchun 2026-yilning aprel-iyun oyi bashorati. Bu davrda Yupiter sizni ko'rinadigan joyga olib chiqadi. Takliflar ko'payadi, hamkorliklar paydo bo'ladi. Ayniqsa san'at, media, ta'lim sohalarida. Bu vaqt qo'rqaman deyish emas, balki imkoniyatga ha deyish davridir. Venera sizning jozibangizni kuchaytiradi. Siz maxsus harakat qilmasangiz ham odamlarni o'zingizga tortasiz. Munosabatlarda esa biroz keskinlik bo'lishi mumkin.
Agar aloqa chin bo'lsa, u yanada mustahkamlanadi. Agar sun'iy bo'lsa, muammolar yuzaga chiqadi. Bu siz uchun yo'qotish emas, tozalash bo'ladi. Bahor siz uchun samimiylikni tekshiradigan davr. Tarozi burji vakillari uchun 2026-yilning iyul-sentyabr oyi bashorati. Bu oylar biroz og'irroq tuyulishi mumkin. Ishlar sekinlashadi, charchoq to'planadi. Saturn sizga shuni eslatadi. Hamma uchun qulay bo'lish shart emas. Bu davrda siz keraksiz mas'uliyatlardan voz kechishni, o'zingizni ayamaslikni, bas qilishni, yo'q deyishni o'rganasiz. Bu juda muhim ichki o'zgarish. Endi tashqi chiroy emas, ichki mazmun muhimroq bo'ladi. Yoz sog'liqni tiklash, hayot ritmini sekinlashtirish va o'zingizni qayta yig'ish davridir. Tarozi burji vakillari uchun 2026-yilning oktyabr-dekabr oyi bashorati. Yil oxirida siz yana muvozanatga kelasiz, lekin bu safar ancha yetuk holatda. Yupiter va Venera sizni qo'llab-quvvatlaydi. Ishda barqarorlik, munosabatlarda iliqlik paydo bo'ladi. Karyerada muvaffaqiyat zo'riqish orqali emas, xotirjamlik bilan keladi. Shaxsiy hayotda esa drama o'rnini ishonch egallaydi. O'tmishdan kimdir qaytishi mumkin. Bu safar hammasi sokin va tartibli bo'ladi. Yil oxirida shunday deysiz: men o'z hayotimning markazidaman va bu menga yoqadi. 2026-yil Tarozi burji vakillari uchun qanday yil? Bu halollik yilidir. Siz nihoyat ideal bo'lish niqobidan voz kechasiz va tirik, samimiy o'zingizga qaytasiz. Va bilasizmi, Tarozi burji vakillari chinakam bo'lganida nima bo'ladi? Dunyo o'zi ularga tortila boshlaydi. Eng yaxshi davrlar aprel, iyul va oktyabr oylari. Ilhom va natija yonma-yon yuradigan fazalar. Tarozi burji vakillari uchun 2026-yil shiori: men muvozanat izlamayman, men muvozanat bilan nafas olaman. Tarozi burji vakillari bo'lgan ayollar uchun 2026-yil bashorati. 2026-yil Tarozi burji ayollari uchun boshqalarga qulay bo'lish yili emas. Bu yil siz nihoyat o'zingiz bo'lishni tanlaysiz. Doim moslashish, jim turish, hammani yarashtirish, o'z his-tuyg'ularingizni ichingizda saqlash, bular asta-sekin ortda qoladi. Siz ichingizdan shunday deysiz: men hammaga yoqishim shart emas, eng muhimi o'zimga yoqishimdir. Va shuni ko'rasizki, dunyo qulab tushmaydi. Aksincha, ichingizda yengillik paydo bo'ladi va siz erkin nafas ola boshlaysiz. Bu yil ichki halollik yilidir. Siz qaysi munosabatlar sizga kuch berayotganini, qaysilari esa sizni charchatayotganini aniq his qilasiz. Qayerda iliqlik, mehr va tushunish bo'lsa, u yerda yaqinlik mustahkamlanadi. Qayerda bo'shliq va sovuqlik bo'lsa, siz o'zingizni ayblamasdan janjalsiz va sokinlik bilan ketasiz. 2026-yilda Tarozi burji ayollari yarim mehrga, yarim e'tiborga rozi bo'lishni to'xtatadi. Endi siz uchun shart aniq: agar sevgi bo'lsa, chin bo'lsin. Agar yaqinlik bo'lsa, o'zaro bo'lsin. Ish va faoliyat sohasida ham hamma narsa ravshanlashadi. Qayerda sizning mehnatingiz qadrlanayotganini, qayerda esa faqat muloyimligingiz va sabringizdan foydalanilayotganligini aniq ko'ra boshlaysiz. Bu yil sizga ilhom beradigan loyihalarga o'tish, san'at, ijod, kreativ yoki odamlar bilan ishlashga bog'liq yo'nalishni boshlash uchun juda qulaydir. Sizning didingiz, diplomatiyangiz, nozik sezgi va muvozanat yaratish qobiliyatingiz nihoyat kuchli tomonlaringizga aylanadi. Moliyaviy barqarorlik esa siz o'z vaqtingizni va kuchingizni qadrlashni o'rganganingizdan keyin keladi. 2026-yilning eng muhim o'zgarishi shundaki, siz hayotingizning markazini yana o'zingizga qaytarasiz. Endi muvozanat tashqi ko'rinish yoki boshqalarning fikri emas, balki ichki holatingizga aylanadi. Hayot yana rangli va mazali tuyula boshlaydi. Siz go'zallik yaratishni, ilhomlanishni, sevgini nazorat orqali emas, yengillik va ishonch orqali his qilishni xohlaysiz. Yil oxiriga kelib muhim haqiqatni tushunasiz. Ideal hayot yo'q, ammo o'zingiz bilan totuv, samimiy va halol hayot bor.
va aynan shunday holatda siz eng chiroyli, eng jozibali va eng haqiqiy bo'lib ko'rinasiz. Tarozi burji vakillari bo'lgan erkaklar uchun 2026-yil bashorati. 2026-yil erkak tarozilar uchun ikkilanib yurib bo'lmaydigan yil bo'ladi. Hayot sizni aniq savol oldiga qo'yadi. Sen aslida nimani xohlaysan? Endi boshqalarga moslashib, hammaga yoqishga harakat qilib qaror qabul qilish davri tugaydi. Bu yil sizdan o'z fikringizga tayangan holda tanlov qilish talab etiladi. Ish va faoliyat sohasida hamma narsa aniq ko'rina boshlaydi. Qaysi ishlar sizga kuch berayotganini, qaysilari esa sizni charchatayotganini aniq his qilasiz. 2026-yil yangi lavozimga o'tish, ish uslubini o'zgartirish yoki o'z biznesingizni boshlash uchun qulay davrdir. Siz boshqalarga yoqish uchun emas, balki o'zingiz to'g'ri deb bilgan yo'nalishda yetakchilik qilishingiz kerak. Bu yetakchilik baland ovoz bilan emas, sokin, ammo qat'iy ishonch bilan bo'ladi. Moliyaviy muvaffaqiyat ham shundan keyin keladi. Tashqi tasdiq kutishni to'xtatib, tashabbus ko'rsata boshlaganingizda. Sevgi va munosabatlarda halollik va aniqlik muhim bo'ladi. Siz endi hislaringizni yashirishga, nimani o'ylayotganingizni tushunmaydigan munosabatlarga yopishib qolmaysiz. Agar o'zaro mehr va ishonch bo'lsa, munosabatlar yanada mustahkamlanadi. Kelajak rejalari, birga yashash yoki hayotdagi muhim qarorlar ochiq muhokama qilinadi. Agar esa munosabatlar noaniq va tumanli bo'lsa, 2026-yil oydinlik olib keladi. Yaqinlashish yoki sokin, hurmat bilan ajralish. Yolg'iz erkak tarozilar esa o'zini erkin his qiladigan, niqob taqishga hojat qolmaydigan inson bilan uchrashishlari mumkin. 2026-yil sizga uyg'unlikning yangi ma'nosini o'rgatadi. Bu hammani rozi qilish emas, balki o'zingizni inkor etmasdan yashashdir. Siz o'zingizni ayblamasdan tanlay boshlaganingiz zahoti, hayot ham sekin-asta o'z muvozanatini topa boshlaydi. Yil oxiriga kelib erkak tarozilar uzoq vaqtdan beri orzu qilgan ichki barqarorlik va tinchlikni his qiladi. Endi siz kerak va xohlayman o'rtasida ikkilanib turmaysiz. Siz hayotingizning markazida, har ikki oyog'ingiz bilan mustahkam turasiz va qayerga ketayotganingizni aniq bilasiz. Tarozi burji vakillari uchun 2026-yil sevgi bashorati. 2026-yil tarozi burji vakillari uchun muhabbatda boshqalarga moslashish emas, balki o'ziga halol bo'lish yili bo'ladi. Endi kimnidir rozi qilish uchun yashash emas, avvalo o'z qalbingiz nimani xohlashini tinglash davri boshlanadi. Siz kayfiyatni taxmin qilib yurishdan, og'riqni ichingizda saqlashdan yoki faqat munosabat saqlanib qolsin deb o'zingizni qurbon qilishdan voz kechasiz. Bu yilda siz ideal insonni emas, balki sizni chin dildan tinglaydigan, tushunadigan va qabul qiladigan odamni tanlaysiz. Agar hozir munosabatda bo'lsangiz, 2026-yil sevgi hayotingiz uchun yangilanish davriga aylanadi. Vaqt o'tib ichingizda to'planib qolgan noroziliklar, aytilmagan gaplar, kutilmagan e'tibor va yetishmagan iliqlik yuzaga chiqadi. Bu jarayon munosabatni buzish uchun emas, balki uni tozalash va sog'lomlashtirish uchun bo'ladi. Agar munosabatlar asosida chin sevgi bo'lsa, aloqalar yanada mustahkamlanadi, mehr ko'payadi, bir-biringizni qo'llab-quvvatlash kuchayadi va kelajak haqidagi rejalar ochiq muhokama qilinadi. Agar esa munosabatda faqat charchoq va majburiyat qolgan bo'lsa, u sokin va og'riqsiz yakun topadi. Siz esa yengil tortib, erkin nafas olasiz. Yolg'iz tarozi burji vakillari uchun esa 2026-yil o'zini yashirmaydigan, niqob taqishga hojat qolmaydigan inson bilan uchrashuv olib kelishi mumkin. Bu sevgi baland shov-shuv bilan emas, balki ichingizdagi sokin his bilan boshlanadi. Men bu odam bilan o'zim bo'la olaman. Bu yil muhabbatning eng muhim sabog'i shundan iborat bo'ladiki, o'zingizni oxirgi o'ringa qo'ymang. Chin uyg'unlik o'z qadriyatlaringizdan voz kechmagan holda boshqasiga yaqinlashishdir. Aynan shunday munosabatda siz orzu qilgan yetuk, sokin va chin muhabbat paydo bo'ladi.
Tarozi burji vakillari uchun 2026-yil moliya bashorati. 2026-yil Tarozi burji vakillari uchun keskin sakrashlar emas, balki sokin va barqaror moliyaviy o'sish yili bo'ladi. Pul sizga tasodifan emas, balki aniq qarorlaringiz va o'z fikringizga tayanib qilgan tanlovlaringiz natijasida keladi. Bu yil siz boshqalarning roziligini kutishni to'xtatib, men nima xohlayman degan savolga javob bera boshlaysiz. Yil davomida yangi daromad manbalari paydo bo'lishi mumkin. Yangi ish, o'z biznesingiz, ijodiy loyiha yoki foydali hamkorlik. Eng muhim qoida shuki, hammaga qulay bo'lgani uchun emas, aynan sizga mos kelgani uchun tanlov qiling. Sizning muloqot qilish qobiliyatingiz, nozik sezgingiz, tahlil qilish mahoratingiz va boshqalarni ilhomlantira olish iste'dodingiz nihoyat real daromad keltira boshlaydi. Buning sharti bitta: o'zingizni arzon baholamang. Xarajatlar masalasida ham ongli yondashuv kuchayadi. Endi obro' uchun kimnidir hayratga solish yoki nizoni yumshatish maqsadida pul sarflash sizga qiziq bo'lmaydi. Mablag'lar haqiqatan foyda keltiradigan yo'nalishlarga ketadi. Ta'lim, uy-joy, sog'liq, sayohat va shaxsiy rivojlanishga. Faqat bitta muhim ogohlantirish bor. Munosabatlarni saqlab qolish uchun boshqalarning moliyaviy muammolarini o'z zimmangizga olmang. 2026-yil bunday qurbonlikni qo'llab-quvvatlamaydi. Yil oxiriga kelib siz moliyaviy jihatdan oyoq ostingiz mustahkam bo'lib qolganini his qilasiz. Bu omad tufayli emas, balki o'zingizni qadrlashni o'rganganingiz natijasida yuz beradi. Tarozi burji vakillari uchun 2026-yil sog'liq bashorati. 2026-yilda Tarozi burji vakillarining sog'lig'i bevosita ichki muvozanat bilan bog'liq bo'ladi. Siz uchun eng katta kuch manbai ichki sokinlik. His-tuyg'ularni ishga yutish, doim hammaga qulay bo'lishga urinish birinchi navbatda tanani charchatadi va bosim beradi. Bu yil siz muhim bir narsani o'rganasiz. Charchoq og'riqqa aylanishidan oldin gapirish, hislaringizni aytish va kerak bo'lsa o'z vaqtida to'xtash. Yil boshida energiya yetarli bo'ladi, lekin uni behuda sarflab yubormaslik muhim. Ikki yoqlama qarorlar, hamma narsani nazorat qilishga urinish, uyqusizlik, tez charchash va kayfiyatning tez-tez o'zgarishiga olib kelishi mumkin. Sizga aniq va barqaror ritm kerak. Muntazam uyqu, yetarli suv ichish, issiq va foydali ovqat, toza havoda yurish hamda muloyim jismoniy harakatlar. Tarozi burji vakillari uchun tana va ongni birlashtiradigan mashg'ulotlar ayniqsa foydali bo'ladi. Yoga, raqs, suzish va nafas mashqlari nafaqat tanani, balki ruhiy holatni ham muvozanatga keltiradi. Yilning ikkinchi yarmida energiya ba'zan ko'tarilib, ba'zan tushib turishi mumkin. Bu kasallik belgisi emas, balki tananing sizga bir oz sekinlash degan ishorasidir. Umurtqa pog'onasi, buyraklar, teri, gormonal tizim va yurakka alohida e'tibor bering. Ichki stress avvalo shu joylarda seziladi. Yil oxiriga borib yengillik va barqarorlik qaytadi. O'zini aybsiz tanlashni, o'z vaqtida dam olishni va his-tuyg'ularni ochiq aytishni o'rgangan Tarozi burji vakillarining tanasi bunga minnatdorlik bilan javob beradi. 2026-yil sizga bitta muhim haqiqatni ko'rsatadi. Sog'liq bu faqat tana emas, balki ichki dunyoning uyg'unligidir. Bu yilda siz muvozanatni izlab yugurmaysiz. O'z ritmingizda yashab, o'sha ritm bilan nafas olasiz. 2026-yil sizga shuni o'rgatadi. Muvozanat bu jim turish emas, o'zingizni rad qilmasdan yashashdir. Siz boshqalarni rozi qilishni to'xtatgan zahoti, hayotning o'zi siz bilan kelishishni boshlaydi. Bu yil siz ideal bo'lishga urinmaysiz. Siz tirik, samimiy va halol bo'lasiz va aynan shunda sevgi ham, pul ham, xotirjamlik ham sizni o'zi topadi. Do'stlar, mana shu bilan biz Tarozi burji vakillari uchun 2026-yilning yulduzlar bashoratini birgalikda ko'rdik. Har bir Tarozi burji vakili uchun hayotning turli sohalarida o'ziga xos imkoniyatlar va sinovlar bor. Eng asosiysi hayotingizni o'zingiz boshqarishingiz, bashoratlarni esa yo'l yo'riq sifatida qabul qilishingizdir. Aslida taqdir Allohning qo'lida.
Har bir natija esa bizning niyatimiz va mehnatimizga bog'liqdir. Demak, bizning hayotimizdagi haqiqiy burj va yo'lboshchi bu iymonimiz, sabrimiz va yaxshi amallarimizdir. Qaysi burj vakili bo'lishingizdan qat'iy nazar, shu 2026-yilda siz uchun eng muhimi oilangizni qadrlash, sog'lig'ingizga e'tibor berish, mehnatni davom ettirish va duolardan charchamaslikdir. Chunki duo mo'minning qirolidir. Aziz do'stlar, sizlardan bir iltimosim bor. Kommentariyda qaysi burj vakilisiz va sizni qaysi qism eng ko'p o'ylantirdi? Shuni yozib qoldiring. Bu bizga keyingi videolarni yanada qiziqarli va sizga foydali qilishimizga yordam beradi. Do'stlar, kanalimizni kuzatishda davom eting. Qo'llab-quvvatlab obuna bo'ling. Yakunda hammangizga shunday duo qilaman. Yangi yil sizga baraka, tinchlik, sog'lik va qalbingizga orom olib kelsin. Alloh sizni xayrli yo'llarda asrasin va barcha ezgu niyatlaringizni amalga oshirsin. Assalomu alaykum va yana ko'rishguncha xayr, aziz do'stlar.